Assalomu alaykum. Hozirgi videoda Telegram guruhga qanday qilib topiklar qilishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatda biz Telegram guruh ochib olishimiz kerak. Keyin uni topikli qilamiz. Topikli qilish nima uchun kerak? Har bitta mavzu uchun o'sha mavzu haqida gap ketishi uchun, o'sha aralashib ketmasligi uchun bizga kerak bo'ladi. Xo'p, guruh ochish uchun tepada mana bu ustiga bosishimiz kerak. Keyin new group o'sha ustiga bossak, yangi guruh ochiladi. Endi kimni qo'shishni istaysiz deb savol beryapti. Men mana shuni o'zimni qo'shib qo'yaman. Ikkinchi akkauntimni. Next bosamiz. Endi bu guruhning nomini nima qo'ysak bo'ladi? Misol uchun onboarding deb qo'ydik. Create qilamiz. Bu yerdan demak rasm qo'yishimiz mumkin. Hozircha shart emas rasm qo'yishimiz. Create bosamiz. Guruh ochildi. Oddiy guruh, topikli emas. Buni topikli qilish uchun endi mana bu onboarding ustiga bosishimiz kerak. Bu yerdan endi edit bosamiz. Editdan keyin bu yerdan demak mana shunaqa oyna chiqib keladi. Endi bu oynada mana bu chat history for new members degani o'sha yangi a'zolar uchun eski xabarlar ko'rinib tursin yoki yashirinib tursin, ya'ni ko'rinmasinmi degan savol beradi. Endi siz o'zingizga qarab bittasini tanlab qo'yaverasiz. Mana hidden ni bossangiz, demak o'sha eski xabarlar ko'rinmaydi. Visible ni bosib qo'ysangiz, demak eski xabarlar ham ko'rinadi. Men visible qilib qo'yardim. Endi bu yerdan boyagi joy, mana topics. Buni ustiga bosamiz. Bu yerda mana topikni yoqib qo'yish. Mana shuni yoqib qo'yganimizdan keyin tabs bor, keyin list bor. Bizga list shakli kerak. Yoqib qo'yib, endi o'tsak, guruhimizga o'tsak, bu yerdan done'ni bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Guruhimiz topikli bo'ldi. Mana guruh topikli bo'ldi. Endi bunga topiklarni qo'shib chiqishni qanday qilishni o'rgataman. Bu yerda demak mana bu yerda 3 ta nuqta bor. O'sha 3 ta nuqtani bossak, create topic. Ustiga bossak, mana bu yerda topiklar ko'rinadi. Bu yerga demak misol uchun video darsliklar deb ochdik. Endi mana bu yerdan o'ziga ikonka qo'shishimiz mumkin. Misol uchun internet yaxshi ishlamayapti. Mana shu ikonkani qo'shsak bo'ladi. Create bosamiz. Create bossak, mana topik qo'shildi. Yana ochish uchun mana bu bosamiz. Create topics. Qilinadigan ishlar ro'yxati. Qilinadigan ishlar. Qilinadigan ishlarga bunga ikonka qo'shib qo'yamiz. Xo'p, create bosamiz. Bo'ldi. Topikli uje. Topiklarni mana shunaqa qilib to'ldirib chiqsangiz bo'ladi. Video shundan iborat. Rahmat, salomat bo'ling.